Hakam ruxsat berdi. Erling Haaland zarba, gol. Gol darvozabon umuman boshqa tomonga, to'p esa umuman boshqa tomonga yo'naltirildi. Kayfiyat ko'tarildi Erling Haalandda ham o'zi ungacha to'p yetib kelmayotgan edi. Ehtimol so'nggi hujumini uyushtirishga ulgurib qolishi mumkin. Sherki Semenyo jarima maydonchasida yuqoridan Haaland gol! Ajoyib kombinatsiya o'ng qanotda Semenyo shedevr pasni amalga oshirdi va men ham shunday deb o'yladim. Hozir Manchester Cityning hujumi Semenyo gol! Offside yo'q, bayroqcha ko'tarilmadi. Hisob 3-0. Manchester City ikkinchi bo'lim boshida hisobni yirik ko'rinishga keltirib qo'yyapti. Everton esa o'z maydonida bu mavsum juda zo'r o'ynayapti. Hozir esa yana bir hujum Liverpool tomonidan. Hozircha hujumlar ko'payish o'rniga aksincha Cityda yana bir imkoniyat. O'Reilly pas Haaland va hat-trick! Erling Haalanddan comeback desak bo'ladi. Bundan foydalana oladimi Salah? Trafford bilan duel zarba yo'lladi va Trafford qutqardi o'z jamoasini, lekin hali hujum davom etadi. Sabaslaydan uzatman, lekin Salah zarba bera olmadi va mana bunday ajoyib imkoniyatdan ham foydalana olmayapti Liverpool. Endi penaltidan ham foydalana olmadimi? Demak, bu bugun Liverpoolning kuni emasligidan dalolat.